Assalomu alaykum azizlar. Bugun ko'pchiligimizda uchraydigan savol: artrozni ukol bilan davolasa bo'ladimi? Ukolning qanday foydalari bor? Ko'p ukol olganda insonga qanday zarar berishi mumkin? Uni побочный действиялari nima va artrozni qanday qilib yengil sharoitda davolash mumkinligi to'g'risida gaplashamiz. Videomizni oxirigacha kuzating. Eng avvalo artroz qanday kelib chiqishi to'g'risida qisqacha tushuncha beraman. Chunki ko'pchiligimiz bilmaymiz, artroz suyagimiz yemirilib ketyapti, o'zi mo'rtlashyapti, mineral yetishmayapti degan xayolga boradi. Lekin uni sabablari birmuncha boshqacharoq bo'lishi mumkin. Endi artroz oshiqcha vazndan kelib chiqishi mumkin degan gap yuradi va shunday ma'lumot beriladi. Vaznimiz oshiqcha bo'lsa, bizning suyagimizga tushayotgan nagruska ko'payib ketishi oqibatida suyaklar yemirilishi boshlaydi deb aytishadi. Endi bitta savol tug'iladi. Misol biz birinchi bo'lib 60 kilo vaznda bo'lgan bo'lsak, bizning oyoq mushaklarimiz 60 kiloni ko'tara oladigan holatda bo'ladi. Biz 60 kilo vazndan birdaniga 120 kilo vaznga hech qachon chiqib qolmaymiz. Biz sekinlik bilan har oyiga 5 kilo, 10 kilo semirish oqibatida katta vaznga erishamiz. Endi qarang. Biz har 5 kilo semirganimizda o'sha oyoq mushaklarimiz, oyoq holatimiz o'sha 5 kiloni ko'tarishga moslab kattalashadi. Ya'ni mushak massamiz o'sadi. Demak, bo'g'imizga tushadigan nagruska himoyalanadi. Endi qancha vaznimiz oshgan sari oyoq qo'llarimizning mushak holati ham shunga qarab o'zgaradi. Demak, oshuvchi vaznimizni bizning yemirilishimizni kuchaytirishga olib kelmas ekan. Bu qanday holatda olib kelishi mumkin? Oshiqcha vaznda qon tomirlarimizdagi yog' miqdori oshib ketadi va bo'g'imimizga, suyagimizga boradigan oziqa kamayadi. Bu holatda bo'g'imimiz oziqlanish kamayadi va yemirilishga olib kelishi mumkin. Lekin oshiqcha vazn to'g'ridan to'g'ri bo'g'imlarimizga ta'sir qilmaydi. Endi qanday qilib yemirilish yana sodir bo'lishi mumkin? Endi aytishimiz mumkin, organizmda kalsiy miqdori kamaydi deb. Lekin ko'pchilik artrozi bor, ko'pchilik oyog'idan shikoyat qilgan insonlar kalsiyga qon topshirishadi va analizda ko'rishadiki, kalsiy miqdori normada. Endi kalsiyni organizmga singdiruvchi bitta vosita bor. Buni hech kim inobatga olmaydi. Bu vitamin D miqdorini kamayib ketishi. Organizmda vitamin D miqdori kamayishida juda ham ko'plab moddalar almashinuv jarayonida salbiy ta'sirlar ko'rsatadi. D miqdori kamayganida yegan ichgan mahsulotimizdan so'riladigan kalsiy suyaklarimiz va mushaklarimizga yetib borishi kamayadi va o'z-o'zidan suyaklarimiz mo'rtlashib, yemirilishi paydo bo'lishi mumkin. Yemirilishi bor insonlar albatta D miqdoriga tekshirtirish kerak bo'ladi. Endi yana bir kelib chiqishi mumkin bo'lgan holat va asosiy ko'p uchraydigan holatimiz bu oyoq mushaklarimizdagi nervlarni va qon tomirlarni qisilib qolishi. Endi nervlarga keladigan bo'lsak, oyoqlarimizdagi asosiy nervlar bel qismimizdan yetib keladi. Agar bel qismimizda qisilishlar bo'lsa, oyoqqa keladigan katta nerv tomirlarimiz qisiladi va oyog'imizdagi innervatsiya, quvvat jarayoni buziladi. O'z-o'zidan mushaklarimiz quvvatlanmagandan keyin bo'g'imlarimizga tushadigan nagruska ko'payib ketadi va yemirishlarga sababchi bo'ladi. Endi biz faqat MRT qilib bo'g'imni yemirilgan holatini MRT tahlilida ko'ramiz va bo'g'imimizga ukol qilishga urinamiz. Mana eng qiziq savol. Ukol nima yordam beradi? Ukol shu bo'g'imimizda sodir bo'lgan og'riq ildiziga boradi va og'riqni o'chirib beradi. Og'riqni o'chirgandan keyin biz tuzaldik, bo'ldi, og'rig'imiz qoldi deb yurishda davom etamiz. Lekin o'tdagi yemirilish jarayoni, o'tdagi o'zgarish jarayoni davom etishdan to'xtamaydi. Biz og'riqni sezmasdan yurib qo'yamiz, uzoq vaqt zinadan chiqib tushamiz va harakatda davom etganimiz uchun yemirilishning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun artrozni davolashda ukol qilishdan ehtiyot bo'lish kerak va boshqa yengil choralarni ko'rish kerak bo'ladi. Ukolning ikkinchi yomon ta'siri, ko'pchilik og'riq qoldiruvchi ukol vositalari gormondan iborat. Gormonni qiladigan vazifasi suyaklarimizdan chiqadigan minerallarni qonga ko'p miqdorda chiqarib yuborish. Suyaklarimiz organizmda depo, ya'ni zaxira vazifasini bajaradi. Bu zaxiramiz bizga kerak bo'lgan vaqtdagina ishlatilishi kerak. Gormon vositalari bo'g'imimizga qilinish orqali u qon tomirlarga so'riladi va suyaklarimizdagi minerallarni haddan tashqari chiqib ketishiga olib keladi. Bu o'z-o'zidan suyaklarimizni mo'rtlashtiradi va yemirilishga sababchi bo'ladi. Bu ukol, ya'ni o'sha bo'g'imga qilinadigan ukolning ikkinchi yomon ta'siri hisoblanadi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Ukol qilmasam qanday qilib og'riqni qoldirishim mumkin? Eng birinchi bo'lib, tizza bo'g'imizdan himoyalovchi ikkita qalqon bor. Ya'ni bizani birinchi eng katta qalqonimiz mushaklar qalqoni. Ya'ni organizmda mushak qanchalik rivojlangan bo'lsa, chiniqtirilgan bo'lsa, u mashq qilingan bo'lsa, suyaklarimizga boradigan oziqa o'z-o'zidan ko'payadi va suyaklarimiz baquvvatlashadi. Yemirish jarayoni sekin kechadi. Misol uchun sportchilardan misol qiladigan bo'lsak,
Ko'pchilik sportchilarimizda bironta shikoyati bo'lmaydiki, oyog'imda yemirilish bor, suyak bo'g'imimda og'riq bo'lyapti, tekshirtirsam yemirilish chiqdi. Nega shunday shikoyat bo'lmaydi? Chunki sportchilarimiz muntazam ravishda mushaklarini chiniqtirib, mashq qilib yurishadi. Endi artrozda mashq mumkinmi? Artroz qilsam yemirilishim kuchayib ketmaydimi degan savol tug'ilishi mumkin. To'g'ri bu savol. Agar yemirish jarayoni ketayotgan bo'lsa, u yerda bo'g'imda nagruska ko'p degani. Bo'g'imdagi nagruskaning sababi bu mushaklarimizni bo'shash holati. Bu holatda har qanday mashq qilib bo'lmaydi. Bu to'g'ri savol. Biz internetda ko'ramiz har qanaqa mashqlarni, ularning hammasi ham artrozni davolashga ishlamaydi. Ya'ni og'riqlaringizni battar qilib kuchaytirib qo'yishi mumkin. Buni maxsus mashqlari bor, ya'ni dekompressionniy gimnastika deymiz. Bo'g'imga nagruska bermagan holatda mushaklarni ishlatuvchi maxsus mashqlar bor. Agar bu mashqlar qiziq bo'lsa, videomiz so'ngida havola chiqadi. Shu havola orqali o'tib, mashqlarni bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi ukol dorisiz davolanishi qanday choralari bor? Eng avvalo, agar artroz yengil bosqichda bo'lsa, men hamma bemorlarga tinimsiz mashq qiling degan tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi mashq qilish orqali siz bo'g'imdagi birinchi bo'lib qon aylanishini yaxshilaysiz. Qon orqali o'tga kislorod boradi va o'sha organizmdagi kalsiylar yetib borishiga sababchi bo'lasiz va bo'g'imni yemirilishini o'z-o'zidan to'xtatasiz. Agar yengil jarayoni bo'lsa, o'zingiz uy sharoitida mashq qilish orqali uni vasстановить qilsangiz, ya'ni tiklasangiz bo'ladi. Ikkinchi eng foydali narsa organizmda D3 miqdorini tekshirish. Ya'ni qon tahlili orqali barcha laboratoriyalarda mavjud D3 analizini topshirishingiz mumkin bo'ladi. U yerda hech qanaqa doktor qarab berishi, ko'rib berishi kerak emas. U yerda o'zini normasi bo'ladi va past holatda siz rezultatingiz bo'ladi. Shu yerdan ko'rib aniqlasangiz bo'ladi. Va shunga qarab turib biologik faol qo'shimchadan foydalansangiz bo'ladi. Bu retseptsiz bemalol olib o'zingiz qila oladigan uslub hisoblanadi. Siz 3 oy 4 oy davomida vitamin D miqdorini to'g'ri ichib yurish orqali organizmdagi kalsiyga boyinishni ta'minlaysiz, yallig'lanish jarayonini kamaytirasiz va bo'g'im holatini yaxshilashga urinsangiz bo'ladi. Uchinchi, sizga eng ko'p foyda beradigan sinovlardan o'tgan uslubini aytaman. Bu haftada bir kun mobaynida ovqatsiz yurish, ya'ni organizm o'zini o'zi tozalash funksiyasini yoqish. Biz haftani bir kunini olib, o'sha kuni roza tutsak, ya'ni ovqat yemasdan elektrolit iste'mol qilib yursak, ya'ni barjomiy yo chortoq gazini chiqarib tashlab, o'shani bir kun davomida ichib yurib, ovqatlanmasdan o'sha kunni ovqatsiz o'tkazsak, organizm o'zini o'zi tozalaydi. Ya'ni shu holatda bo'g'imimizdagi tuzlar kamayadi, bo'g'imga ketuvchi qon tomirlar tozalanadi va o'z-o'zidan bu ham bo'g'imga katta yordam beradi. Bu bilan qo'shimcha ravishda oq un, shakar mahsulotlarini kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bir haftada bir marta ochlik qilamiz, ratsionimizdan oq un va shakarni kamaytiramiz. Bu holatda biz bir oy davom ettirishimiz oqibatida yallig'lanish o'z-o'zidan kamayadi va bo'g'imizda yemirish jarayoni keskin ravishda yaxshilik tarafga o'tadi. Shu asosiy 3 ta yo'l bilan foydalanib, bo'g'im yallig'lanishi, bo'g'im holatidagi yemirilishlarni uy sharoitida davolash mumkin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, izohlarda savollaringizni qoldiring. Agar sizda bo'g'im holatida kuchli darajada yemirilish bo'lsa yoki uy sharoitida yechimlarni qilganingizdan keyin ham og'riqlar to'xtamasa, ushbu raqamlar orqali bizga murojaat qiling. Sizga zamonaviy yechim kinezologiya pedityer orqali lecheniya qilamiz.